Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz energiya almashinuvi dissimilyatsiya jarayoni. Energiya almashinuvi ketma-ket keladigan 3 ta bosqichdan iborat. Birinchi bosqich tayyorgarlik. Tayyorgarlik bosqichi hazm organlari, ya'ni organ darajasida hazm organlarida kechadi. Hujayra darajasida esa lizosomalarda kechadi. Bir hujayrali sodda hayvonlarda esa hazm vakuollarda kechar ekan. Bunda birinchi bosqichimizda, ya'ni polisaxaridlar, ya'ni polimer moddalarimiz monomergacha parchalanadi. Bunda kraxmal o'z navbatida glyukozagacha parchalanadi. Oqsillarimiz aminokislotaga, yog'larimiz esa yog' kislota va glitseringacha parchalanadi. Bunda bizda kraxmalni glyukozagacha parchalaganimizda, ya'ni glyukoza hosil bo'ladi va mana shu jarayonda bizda energiya hosil bo'ladi. Energiya, ya'ni energiya hosil bo'lsa, o'sha 100% energiyaning barchasi, ya'ni barchasi issiqlik sifatida tarqalib ketar ekan. Qaysi jarayon desak, ya'ni birinchi bosqichimizda. Xo'p, bizda birinchi bosqichda hosil bo'lgan mana bu glyukozamiz o'z navbatida ikkinchi bosqichga o'tadi. Ikkinchi bosqichimiz glikoliz, anaerob, kislorodsiz nomlar bilan ataladi. Xo'p, ikkinchi bosqichimiz o'z navbatida sitoplazma, ya'ni hujayra darajasida sitoplazmada kechadi. Bizda birinchi bosqichda hosil bo'lgan mana bu glyukozamiz plus 2 molekula fosfat kislota, 2 molekula ADF, adenozin difosfat birgalikda ya'ni fermentlar ishtirokida parchalanadi bu yerda. Chunki bu yerda kislorod ishtirok etmayapti. O'shaning uchun ikkinchi bosqichimiz fermentlar ta'sirida parchalanib, glyukozamizdan 2 molekula mana sut kislota hosil bo'ldi. Tushunyapsizmi? Plus mana bu 2 molekula fosfat kislota va 2 molekula adenozin difosfatdan 2 molekula adenozin trifosfat hosil bo'ladi. Va plus bu jarayonda 2 molekula suv ham ajraladi. Keyin bu bosqichimizda kislorod ishtirok etmaganligi sababli energiyamiz hosil bo'ladi, kamroq energiya hosil bo'ladi, ya'ni 200 kilojul. Bu 200 kilojul energiyaning 120 kilojul issiqlik sifatida tarqalib ketadigan bo'lsa, 80 kilojul energiyamiz esa ATFning fosfat bog'larida to'planib qoladi. Chunki bu yerda 2 molekula ATF hosil bo'lyapti. Bilamizki, 1 molekula ATFning fosfat kislota, ya'ni adenozin trifosfatda bog'larida 1 molekula ATFda 40 kilojul energiya saqlanadi. Bizda 2 ta ATF hosil bo'lganligi uchun 80 kilojul saqlanib qolyapti. Xo'p, bizda ikkinchi bosqichda organik moddamiz, ya'ni sut kislota hosil bo'ldi. Sut kislotamiz o'z navbatida 3-bosqichga o'tadi. 3-bosqich aerob, kislorodli va bu bosqichimiz hujayra darajasida mitoxondriyada kechadi. Ya'ni bu jarayonda nafas olish. Chunki kislorod ishtirok etadi. Bizda 2 molekula sut kislota hosil bo'lganda, sut kislotamizning 2 molekula sut kislotamizdan plus kislorod ishtirokida va 36 molekula fosfat kislota va plus 36 molekula adenozin difosfat birgalikda mana bu organik moddamiz, ya'ni sut kislotamiz kislorod ta'sirida oksidlanib, ya'ni parchalanadi va bizda 6 molekula karbonat angidridga parchalanadi va suv hosil bo'ladi. 42 molekula suv hosil bo'lyapti va mana bu fosfat kislotamiz bilan 36 molekula adenozin difosfatdan o'zaro 36 molekula adenozin trifosfat hosil bo'lyapti. Endi mana shu jarayonda, ya'ni bosqichimizda 42 molekula suv qayerdan hosil bo'ldi degan savol bo'lishi mumkin. 42 molekula suvimizning 36 molekulasi mana bu
36 molekula fosfat kislota va 36 molekula adenozin difosfatdan, ya'ni fosforlanishdan 36 molekula suv hosil bo'ladi. Mana bu sut kislotamiz bilan 6 molekula kislorod ikkalasi birgalikda oksidlanish jarayoniga ketadi va mana shu jarayonda bizda 6 molekula suv hosil bo'ladi. 36 va 6 molekula suv birgalikda 42 molekula suvni tashkil etadi. Va bu jarayonda kislorod ishtirok etganligi sababli ko'proq energiya hosil bo'ladi, 2600 kilojoule. Va bu 2600 kilojoulening 1160 kilojoule issiqlik sifatida tarqalib ketadigan bo'lsa, 1440 kilojoule esa ATF bog'larida, ya'ni 36 molekula ATF hosil bo'ldi, o'sha ATFda saqlanib qolar ekan. Xo'p, keyingi reaksiyamiz umumiy, ya'ni to'liq parchalanish reaksiyasi. Xo'p, bizda dastlab glyukozamiz bor edi. Mana glyukozamiz plus 6 molekula kislorod plus 38 fosfat kislota. Fosfat kislota ikkinchi bosqichda 2 molekula va uchinchi bosqichda esa 36 molekula birgalikda umumiy 38 fosfat kislotani beryapti. ADF ham xuddi o'shanday. Tepada 2 molekula, pastda 36 molekula birgalikda 38 molekula fosfat adenozin difosfatini beryapti. Keyin bizda mana bu 3-bosqichda karbonat angidrid hosil bo'ldi. Keyin 38 ta ATF hosil bo'ladi va 44 molekula suv. Ikkinchi bosqichimizda 2 molekula, uchinchi bosqichimizda esa 42 molekula birgalikda 44 molekula umumiy suvni hosil qilyapti. Xo'p, va bu jarayonda energiya hosil bo'lyapti. Ikkinchi bosqichda 200 kilojoule, uchinchi bosqichda esa 2600 kilojoule birgalikda 2800 kilojoulni beryapti. Va buning 1280 kilojoule issiqlik sifatida tarqalib ketyapti. Tepada ikkinchi bosqichimizda 127, uchinchi bosqichimizda esa 1160, ikkalasi birgalikda 1280 ni tashkil etyapti. Bu issiqlik sifatida tarqalyapti. Umumiy issiqlik sifatida tarqalgan energiya. Va ATF energiyasi, ya'ni ATFda to'planadigan energiyamiz esa 1520. Ikkinchi bosqichda 80 to'planayotganda, uchinchi bosqichda esa 1440 to'planayotgan edi. Birgalikda 1520 ni tashkil etyapti. Xo'p, energiya almashinuvining umumiy va 3 ta bosqichlarining reaksiyalari mana shu ko'rinishda edi. Endi siz bilan glyukozaning chala va to'liq parchalanish reaksiyalarini ko'rib o'tamiz. Xo'p, bizda glyukozamiz mavjud bo'lsa, ya'ni qancha glyukozali noma'lum. Xo'p, bizda glyukozamiz dastlab o'sha glyukozamiz chala va to'liq parchalanadi. Glyukozamiz chala va to'liq parchalanadi. Xo'p, bizda chala parchalangan glyukozani x mol deb oladigan bo'lsak, chunki noma'lum qanchadir glyukozamiz ikkinchi bosqich, ya'ni sitoplazmaga kelgan vaqtida u yerda qanchadir qismi chala parchalanadi va qanchadir qismi to'liq parchalanib mitoxondriyaga o'tgan vaqtida to'liq parchalanib ketadi. To'g'rimi? O'shanda qanchadir miqdori chala parchalanyapti, y miqdori esa to'liq parchalanib ketyapti. E'tibor bering, glyukozamiz ham chala parchalanyapti, ham to'liq. Ikkalasi ham noma'lum. Endi chala parchalanishimiz sitoplazmada kechadi. Bilamiz, sitoplazmada kechadi. To'liq parchalanishimiz esa ham sitoplazmada, ham mitoxondriyada kechadi. Sababi to'liq parchalanayotgan glyukozamiz dastlab sitoplazmada o'tadi, sitoplazmada parchalanadi. Agar sitoplazmada parchalanib bo'lgandan keyin sut kislota ko'rinishda mitoxondriyaga o'tganda u to'liq parchalanib ketgan bo'ladi. Demak, to'liq parchalangan glyukozamiz ham sitoplazmada, ham mitoxondriyada parchalanar ekan. Mana shu ko'rinishda sxemasini tuzib oldik, siz uchun qulay bo'lish uchun. Xo'p, agarda shunday tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi undan hosil bo'lgan tenglama tuzish uchun qulay usul. Ya'ni ATF, suv, keyin karbonat angidrid, umumiy kilojoule, umumiy hosil bo'lgan umumiy energiya, issiqlik sifatida tarqalgan energiya va to'plangan energiyani ko'rib o'tamiz. Xo'p, chala parchalangan glyukozamiz
sitoplazmada kechadi. Bilamizki 2 molekula ATF hosil bo'ladi. Lekin glyukozamiz miqdori x bo'lgani uchun x qilib oldik. Ya'ni x ni 2 ga ko'paytirdik. 2x. Suvimiz ham xuddi o'sha ATF bilan teng bo'ladi. 2x suv. Sitoplazmada karbonat angidrid hosil bo'lmaydi. O'shani chiziqcha qo'yib qo'ydik. Umumiy energiyasi 200 kilojul. X mol glyukozamiz bo'lganligi uchun x ni 200 ga ko'paytirdik. 200x. Issiqlik sifatida tarqalgani esa 120x. To'plangan energiyasi esa 80x ni tashkil etar ekan. Xo'p. Endi to'liq parchalangan glyukozamiz ham sitoplazmada dedik, ham mitoxondriyada kechadi dedik. Xo'p. Endi e'tibor bering. Sitoplazmada kechgan vaqtida 2 molekula ATF hosil bo'ladi. Mana ATFimiz yozganman ostiga. 2 molekula ATF hosil bo'ladi, lekin to'liq parchalanganimiz Y bo'lgani uchun sitoplazmada ham Y. 2Y bo'ladi ATF. Suvimiz ham xuddi ATF bilan teng. 2Y. Bunda karbonat angidrid hosil bo'lmaydi va 200 kilojul, ya'ni 200Y to'liq parchalangan sitoplazmada kechayotganda to'liq parchalanayotgan umumiy hosil bo'lgan energiya va issiqlik sifatida tarqalgan energiyamiz, mana bu esa to'plangan energiyamiz. Tushunyapsizmi? Endi mitoxondriyada esa bilamizki 36 molekula ATF hosil bo'ladi. Y mol bo'lganligi uchun 36 ga ko'paytirdik, 36Y. Suvimiz 42 molekula suv hosil bo'ladi. Y ga ko'paytirsak 42Y suv. Tushunyapsizmi? To'liq parchalanganda esa ikkalasining yig'indisi bo'ladi. Ikkalasining yig'indisi 44Y ga teng bo'lyapti. Ko'ryapsizmi? Mana bu ATFimiz ham to'liq parchalanganda esa ikkalasini qo'shsak 38Y ni beradi. Ko'ryapsizmi? O'sha to'liq parchalanganda to'g'ri 38 ta ATF hosil bo'lgandi. Mana 38Y to'liq parchalanishda. Xo'p, davom etamiz. Mitoxondriyada umumiy energiyamiz 2600Y, issiqlik sifatida 1160Y va ATF to'plangani esa 1440Y ni tashkil etyapti. Xo'p. Endi sizlar bilan qoida bor. O'sha qoidalarni daftaringizga yozib, eslab qolsangiz, siz uchun foydali bo'lgan qoidalar. Ya'ni ATF masalalarini ishlayotgan vaqtimizda ikki xil usulda ishlanadi. Tenglamali va tenglamasiz. Bizda ko'pincha tenglamali usulimiz tez va qulay bo'lganligi uchun o'sha tenglama tuzayotganingizda kerak bo'ladigan qoidalar. Xo'p, birinchi qoidamiz. Sitoplazmadagi parchalangan glyukoza, sitoplazma ya'ni energiya almashinuvining ikkinchi bosqichida parchalangan desa ham bo'ladi, yoki glikoliz desa ham bo'ladi. Yoki anaerob, kislorodsiz edi. Nomlari esingizdami? Xo'p, sitoplazmada parchalangan glyukoza chala va to'liq parchalangan glyukoza yig'indisiga teng. Mana shu qoidani unutmang. Mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana e'tibor bering. Sitoplazmada parchalangan glyukoza deyapti. Chala va to'liq parchalangan glyukoza yig'indisiga teng. Mana chala parchalanishda ham sitoplazmada kechyapti. To'liq parchalanishning sitoplazmasi ham mavjud bo'lgani uchun ikkalasining yig'indisi x plus y yig'indisi bizda sitoplazmada parchalangan glyukoza yig'indisiga teng bo'lyapti. Tushunyapsizmi? Xo'p. Bu bizda shart emas. Xo'p, endi davom etamiz. Keyingi qoida. Ikkinchi qoida. To'liq va mitoxondriyada parchalangan glyukoza teng. Tushunyapsizmi? To'liq va mitoxondriyada parchalangan glyukoza teng. To'liq parchalangan glyukozamiz Y mol bo'ladigan bo'lsa, mitoxondriyada parchalanayotgan glyukozamiz ham Y molga teng bo'lyapti. Tushunyapsizmi? Lekin eslab qoling. Chala parchalangan glyukoza bilan glikoliz, ya'ni sitoplazmada parchalangan glyukoza teng emas. E'tibor bering. Chala parchalangan glyukozamiz X bo'lyapti. Sitoplazmada parchalangan glyukozamiz esa X mana bu, Y mana bu. X plus Y ga teng bo'lyapti. Bu birinchi qoida edi. Takrorlab o'tdim. Ikkinchi qoidamiz esa to'liq parchalangan va mitoxondriyada parchalangan glyukoza teng. To'liq parchalangan Y, mitoxondriyamiz ham Y mol. Glyukoza bu. Ikkalasi yig'indisi teng ekan.
Uchinchi qoidamiz. Sitoplazma va chala parchalangan glyukoza teng emas. Mana dastlabki qoidani yana bir bor takrorlab o'taman. Sitoplazmamizda parchalangan glyukozamiz X va plus Y ikkalasini yig'imiz. Sitoplazmada parchalangan glyukoza yokida ikkinchi bosqichda parchalangan glyukoza yokida glikoliz bosqichida parchalangan glyukoza desak ham bo'ladi. Anaerob parchalangan glyukoza ham desak bo'ladi. Bizga sitoplazmada kechganligi uchun o'sha sitoplazmani yozdim. Xo'p, sitoplazmada parchalangan glyukozamiz yig'indisi chala parchalangan glyukozaning yig'indisiga teng emas deb tushunyapsizmi? Teng emas. O'shanga e'tibor bering. Ko'plar chalkashadi. Ya'ni sitoplazmada parchalangan glyukoza bilan chala parchalangan glyukozani teng deb olib ketadi. Yo'q. Chala parchalanganimiz X bo'lyapti. Sitoplazmada parchalanganimiz esa X ham Y. Chunki to'liq ham sitoplazmadan o'tganligi uchun uni Y deb olgandik. X plus Y. Tushunarlimi? Mana shu sxemani tushunib olsangiz, masalalarni ishlayotgan vaqtingizda umuman qiynalmaysiz. Qoidalar tushunarli bo'lsa, daftaringizga yozib olsangiz ham bo'ladi. Xo'p, endi bu mavzularga doir, ya'ni mana shu mavzuga doir masalalarni ko'rib o'tsak. Xo'p, birinchi masalamiz. Xo'p, energiya almashinuvi anaerob bosqichida, ya'ni ikkinchi bosqichda nazarda tutyapti yokida sitoplazmada kechgan. 360 gram glyukoza parchalanishidan hosil bo'lgan sut kislotani molini aniqlang debdi. Xo'p, bizda anaerob bosqichimiz glikoliz, ya'ni ikkinchi bosqich. Unda parchalangan glyukozamiz 360 gram ekan. Uni 1 mol glyukozaning moliga bo'ladigan, gramiga bo'ladigan bo'lsak, mol kelib chiqadi. Ya'ni 2 mol glyukoza parchalangan ekan. 1 mol glyukoza parchalangan vaqtida 2 mol sut kislota hosil bo'lsa, mana sut kislotaning formulasi. Bizda 2 mol glyukoza parchalanadi. Qancha sut kislota hosil bo'ladi? Ya'ni 4 mol. Javob. Ikkinchi masalani videoning kommentariyasida o'z javobingizni ishlab qoldirsangiz bo'ladi. Xo'p, uchinchi masala. Energiya almashinuvi anaerob bosqichida 6 mol glyukoza parchalanishidan hosil bo'lgan energiyaning ATFda to'plangan miqdorini aniqlang debdi. Xo'p, glikoliz bosqichi, ya'ni glikoliz bosqichi anaerob 1 mol glyukozamiz parchalangan vaqtida, ya'ni ikkinchi bosqichda ko'rsatdim-ku. 1 mol glyukoza parchalangan vaqtida 80 kilojul energiya ATFda to'planayotgandi. Xo'p, bizda 6 mol glyukoza parchalandi. Qancha energiya to'plangan desak, proporsiya qilib topsak, 6 ni 80 ga ko'paytirsak, 480 kilojul energiya to'planar ekan, ya'ni ATFda to'planadi. Javobimiz A javob. Ya'ni ikkinchi usulimiz ham bor. Qanday? Boya aytdim, 1 mol ATFimizda 40 kilojul energiya to'planadi dedim. Bizda 6 mol glyukozamiz parchalanibdi. 1 moldan 2 mol ATF hosil bo'lsa, 6 molni qancha deb topsak, 12 mol ATF hosil bo'ladi. 12 mol ATFimiz bitta ATFda 40 kilojul energiya to'plansa, 12 mol ATFimizda qancha deb, ya'ni ko'paytirsak, 480 kilojul. Mana shu usulimiz ham qo'l keladi. Xo'p, qaysi usul o'zingizga ma'qul kelsa, o'rganib oling. 4-masalamizni ham ishlab, yechimini video ostidagi kommentariyaga qoldirsangiz bo'ladi. Energiya almashinuvi keyingi masalamiz, ya'ni chala va to'liq parchalanishga doir masalalar. Birinchi masala. Energiya almashinuvining ikkinchi bosqichida 5 mol glyukoza parchalangani, shundan 2 mol glyukoza to'liq parchalangani ma'lum bo'ldi. Chala parchalangan glyukoza hisobiga hosil bo'lgan ATF miqdorini aniqlang debdi. Xo'p, ikkinchi bosqichimiz glikoliz, ya'ni sitoplazmada kechadi. Glikoliz bosqichimizda 5 mol glyukoza parchalanibdi. Undan to'liq parchalangani 2 mol ekan. Bizga chala parchalangan glyukoza kerak. E'tibor bering. Chala parchalangan glyukoza bilan to'liq parchalangan glyukozaning yig'indisi, ya'ni ikkalasining yig'indisi bizda glikoliz bosqichida parchalangan glyukozaning yig'indisiga teng dedim. Boyagi qoidalar bo'yicha birinchi qoidamizga to'g'ri kelyapti. Chala parchalangan glyukozamiz X noma'lum. To'liq parchalangan glyukozamiz esa 2 mol edi. Glikoliz bosqichida esa 5 mol.
x plus 2 teng 5 ga. Mana shu bo'yicha tenglamani ishlaydigan bo'lsak, 3 mol glyukozamiz chala parchalangan ekan. Xo'p, bizda chala parchalanishda hosil bo'lgan ATFni to'plab, ATFni so'ralgan. 3 molimizni ko'paytiramiz 2 ga, 6 mol ATF chala parchalanishdan hosil bo'lgan ekan. Javobimiz B javob. Keyingi masalani o'zingiz ishlab, mustaqil ishlab, mana shu video ostidagi kommentariyaga yozib qoldirsangiz, men o'zim tekshirib beraman. Keyingi masalamiz. Energiya almashinuvining ikkinchi bosqichida, xo'p, 6 mol glyukoza parchalangani ma'lum. Shundan 4 mol glyukoza chala parchalangani aniqlangan. To'liq parchalanish hisobiga hosil bo'lgan suvning massasini grammda aniqlang debdi. Xo'p, e'tibor berdik. Glikoliz bosqichimizda 6 mol glyukoza parchalanibdi. Shundan 4 mol chala parchalangan. To'liq parchalanganini topishimiz uchun boyagindek qoidaga amal qilamiz. Chala parchalangan glyukozamiz bilan to'liq parchalangan glyukozaning yig'indisi glikoliz bosqichi yokida ikkinchi bosqich yokida sitoplazma deb aytsak ham bo'ladi yoki anaerob desak ham bo'ladi. O'shaning yig'indisiga teng. Xo'p, chala parchalanganimiz 4 mol plus to'liq parchalangan x deb oldik va glikolizimiz esa 6 mol. X topadigan bo'lsak 2 mol glyukozamiz to'liq parchalangan ekan. 2 mol glyukoza to'liq mana. Xo'p, to'liq parchalanish hisobiga hosil bo'lgan suvning massasi so'ralgan. Bizda 1 mol glyukozamiz to'liq parchalangan vaqtida 44 molekula ATF suv hosil bo'layotgandi. Lekin 2 mol glyukozamiz parchalanganligi uchun 84 mol suv hosil bo'ldi. 84 mol suvimizni ko'paytiramiz suvning massasiga, ya'ni 18 grammga. Ko'paytirsak 1584 gram suv hosil bo'lgan ekan. Javobimiz D javob. Keyingi masalani o'zingiz mustaqil ishlab va o'zingizning javobingizni mana shu videoning kommentariyasiga qoldirsangiz, men har bir o'quvchining javoblarini ko'rib tekshirib beraman. Xo'p, darsimiz yakunlandi. Bizni ijtimoiy tarmoqlarimizda, Telegramda biolog 50, ya'ni kuchukcha biolog 50 deb yozsangiz, Telegram kanalimizga qo'shilib olsangiz bo'ladi. YouTube'da esa Abduvaliyev Diyorbek deb chiqadi. Instagramda esa Abduvaliyev Diyorbek deb chiqadi. Va barcha kanallarimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, biz bundan xursand bo'lamiz va yangi videolar va yangi masalalar shu kanallarimizga joylab boriladi. Sog' bo'ling.